Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Soatdan kechqurun 8 bo'lyapti. Mana xudo xolasa ishlayapmiz. Sho'tkalarimizni qo'yapmiz. Bu joyga endi mana rekuperatorimizni ko'tarishni boshladik. Eshiklar kichkinaligini bo'lgani hisobiga baqa ko'targani narsa olib kirolmadik. Shuni hisobiga nima qilib libyotka bilan ko'tarishga to'g'ri kelyapti. Kimga shunaqa sifatli ventilyatsiya xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib, zo'r qilib yetkazib beramiz ventilyatsiya ishlarini.